Bu video maxsus uzun tezkor va Yandex.Go'dan promokodini ishlatib qo'yganlar uchun, demak, promokodlarni ishlatib bo'ldik. O'rtog'imiznikini ham promokodini ishlatib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Endi asta o'tirib siqilish kerakmi yoki bo'lmasa yana promokodli programma ko'rish kerakmi? Demak, yana promokodli programma bor, do'stlar. Demak, Express 24 degan programma bor, do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin bu yerda. Express 24 shunga kiramiz. Bu yerdan taomlar buyurtma qilishligimiz mumkin, do'stlar. Demak, bu yerda har xil taomlar bor. Maxway'dan xohlasak, boshqa joydan Oqtepa uchun promokodlar ishlamaydi, do'stlar. Shuning uchun Oqtepadan zakaz berishda maslahat bermasdim. Demak, Streetda zakaz berishni ko'rsatib o'taman. Bu yerga demak, Street 77 ga o'tib oldik va bu yerdan pizza buyurtma qilamiz. Demak, bitta pizzaga bosamiz. Xo'sh, bitta buyurtma qilamiz, kiritamiz va buyurtmaga bosamiz, do'stlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, keyinchalik bo'pti. Xo'p. Endi bu yerga manzillar, boshqa avtomatik oladi. Demak, bu yerda kupon kodi degan joyi bor. O'sha kupon kodiga kirib promo kodni kiritsak, bu yerga bosamiz va mana promo kodni kiritamiz, do'stlar. Promo qo'llashni bosamiz. Sizda allaqachon bu promo kod bor deyilmoqda. Demak, bu promo kod men ishlatib bo'lganman. Sizlarga 35.000 so'm chegirma beradi. Har bir 80 minglik buyurtma uchun, do'stlar. Hammaga omad, hammaga daromad.